Germaniyadagi eng arzon supermarket. Ajoyib, nima deb o'ylaysizlar? Non bu. Tayyor non butilkada. Shundoq olasizlar, 6 dona bo'ladi. Shundoq duxovkaga solsanglar pishadi. Bu krosan. Bu ham 6 ta. Tayyor krosan. Narxi 1.59. Tuzli pitsa pishirib olmoqchi bo'lganlar uchun pizzani xamiri 1.29. Bu undan ham zo'r ekan. Buni hamma narsasi tayyor ekan. Souslari, xamiri, hamma narsasi. Bu 1.69. Tuxumlar. Mana shu tuxum. Uchu 39. Mana shu kartoshka. Adashmasam 1 kilo bo'lishi kerak. 289. Terima, mayda pomidor 1.49. Gilos 299. Tarvuzlar Ispaniyadan keltiriladi. 1.29 kilosi. Kokos ham kelibdi. Kokos bitta donasi 2.29. Mana shu bio olma 4 ta donasi 2.19. Shaftoli, bio shaftoli 500 grammi 2.29. Mandarin Ispaniyadan keltirilgan, kilosi 2.49. Avokado donasi 75 sent. Bu organik, dorilanmagan banan, kilosi 1.99. Bio tvoroglar 200 gram, 250 gramligi 89 sent. Sut 1,5 litrligi, 1 litrligi 1.15 sent. Mana shu chelakli qatiq 3,5%. 1 kiloligi. Bu juda ham arzon magazin, 1.79 sent. Muzlatilgan mevalar, qulupnay. Bu vegan qulupnay. Qanaqa narsa aralashgan 750 grammi 3 euro. Malina 500 grammli malina 3.49. Non bretzel 1.99. Bu muzlatilgan, shuni duxovkaga solib pishirsa bo'ladi. Sirlar yarim kilosi 450 grammligi 3.99. Dunyodagi eng sassiq sir Camembert 125 grammligi 259 euro. Parmezan eng yaxshi ko'rganim shu spagettiligi dahshat bo'ladi. 4.99. Brinza 55% yog'li 1,5 kilosi, 1 kilo. Haqiqiy anaqasi 1 kilo 729. Bio mozzarella Buffalo 219. Xili bor, arzonlari ham bor. Masalan, mana bu 259, yarim kilo adashmasam, 400 gramm ekan. Qaranglar, bu magazinda halol narsalar ham bor. Mana masalan, suchuk turklarni kolbasasi juda ham achchiq, zo'r bo'ladi ta'mi. Turi 15. Halol belgisi bo'lishi kerak. Mana halol bu. Dunyodagi eng bemaza sushi 6.49. Muzila, apelsin, mango va imbir qo'shilgan 1.39. Bunisi bankali. Bu adashmasam olma, banan, qorag'at deydimi, Heidelberry, mandarin, malina qo'shilgan 279. Tuzli gajak, keshu 99 sent. Bu ravoch 229. Faqat uchni bo'ladi. Uzun 1 kilo, adashmasam 1 kilosi 479. Anori, maydalangan anor, o'choqsiz 249. Keji malina necha pul Toshkentda? Bu 299. Adashmasam yoki 200 gram. Kichkina idishlarda pomidor snack sifatida olsa bo'ladi, 99 sent. Sariq pomidor bu 1.99. Baliqlarni har xilidan bor. Masalan, Mamba Lux XXL
yil 1899. Doradi. Barbekü uchun mo'ljallangan. Uyda pishirsa ham bo'ladi. 549. Mana shu pachkasi. Bunisi ham 487 mana shu bitta baliq. Dunyodagi eng bemaza sushi 649. Tuzli gajak keshu 99 sent. Mana bu makaron no'xatdan qilingan. Bolalar. Bunisi yashil no'xatdan qilingan. Bunisi chechevitsadan qilingan. Un qo'shilgan. 155. Tayyor pishirilgan laksli. Muzatilgan bular har xil mazali. 349, 449 mana piyosi. Orel 249, biolaksi dudlangani 339. Buni nonni ustiga qo'yib yuvsa bo'ladi. Tvorожныйsi buni 69. Детский sirlar uchun 279. Mana bu nonni 20% faqat bug'doy ekan. Qolgani semichka, har xil urug'lardan tarkibi yozib qo'yilgan. Ozdiradigan non. Bunisi arpadan non. Arpa bu ham 219. Ben & Jerry marojnalari 7 euro. Bu oziq-ovqat magazinda kiyim-kechaklardan bor. Arzon, trikotaj mahsulotlari. Shu shortiklar bolaga. Bunday narsalar ham bor. Bu nima deb o'ylasanglar, bu paketlarni isitib qo'yadigan. Mana masalan. Mana shunaqa. O'zini yopib qo'ysa bo'ladi. Har xil интересный. Qog'ozli, salohali har xil paketlarni yopib qo'yasizlar. Bu 299 donasi. Bu kartoshkalar yoki piyoz solib qo'ysa bo'ladi. Adashmasam bunga 3 kilo yo 4 kilo kartoshka ketadi. Batmasa. Bu 499. Har xil narsalar bor. Mana bunaqa narsalar ham bor. Bu bog'ga. Mana bu masalan svet. Odam faqat o'tsa yonadi. Kirish eshigiga qo'ysa bo'ladi, darvozaxonalarga. Buni donasi 999, 10 euro ekan. Men bu gulni живой deb o'ylabman. Bu sun'iy gul ekan. Bu gul 20 euro, 19.99 euro. Juda ham chiroyli. Juda katta. Bu magazinda hamma narsa topsa bo'ladi. Bolalarga kitoblargacha bor. Har xil kitoblar, masalan mana magnit kitob 4 yoshdan keyin ekan. 499, 5 euro. Juda ham qiziq kitoblar. Har xil raqamlar. Peppa Pig. Bu yog'och o'yinchoq ekan. Nemislarning ko'p o'yinchoqlari yog'och. Shar tashasa, suv tashasa bundoq oqarkan. Bu 3+, 3 yoshdan oshganlar uchun juda ham yirik korobkada. Bu 40 euro ekan. Kofe apparatlar Philipsga faqat qora kofe tayyorlar ekan. Nech puli bo'laydi? 40 euro skidkada. Bu ko'p marta ishlatiladigan foliya ekan. To'shiysiz, tashlab yubormaysiz, pishiriqlarni pishirib olib. Bu go'sht kesadigan temir ekan. Bu gamburgerlar uchun. Plus grill uchun ekan bular. Bu oziq-ovqat magazini, lekin mana taroqlagacha bor. Shunda bozor qilishga kelsangiz, hamma ishingizni bitirib ketasiz. Qizlar uchun zakovka. Masalan, bu nima ekan? Oy. Bu o'yinchoq ekan, suvga otasiz, bolalar terib olib chiqish kerak. Qumga yashirganda topish kerak. Ajoyib. 4 euro. Yog'och qoshiqlar mana 5 ta bo'lar ekan. Bu 299. Bu sochiqlar ham oshxona uchun. Adashmasam 3 ta bo'ladi. 299. Balkonga ekiladigan gullar ekan, gullar urug'i. 299. Bu mevalar
mevalarga har xil hasharotlar qo'nmasligi uchun qopqonga o'xshagan narsa ekan. Va giloski bor, har xil mevalarga. 99 so'm. Bozor qilib oldik. Mana kassaga keldik. Mana shu narsalar 114 euro bo'ldi. Mana